Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Kompotman va yangi videomga xush kelibsizlar. Do'stlar, bilasizlarmi, ko'chada qish, hamma yoq sovuq, menda esa tomorqalar muzlab yotibdi. Nima desam ekan, aynan tomorqa emas, aniqrog'i bu yerdagi suv muzlab qolgan. Boshqa qo'shnilarimda esa hammasi yaxshi, chunki atrofda qish, hamma yoq sovuq, ular esa gulxon yoqib qo'yishgan. Hammalari mendagidek hech qanday gulxon yo'q. Ana yerdagilarda ham gulxon bor, hattoki mana bu yon qo'shnimni tomorqasida ham gulxon bor. Menigida hech narsa yo'q, afsuski. Hattoki ekinlar ham hammasi o'sib yotibdi. Meniki esa muzlab yotibdi. Shuning uchun ham yaqin soatlar ichida gulxon yoqishim shart. Aks holda oxirgi pullarimni sarflashimga to'g'ri keladi. Qishning oxirigacha u pullar yetmasligi aniq. Shuning uchun ham hozir narsalarni olishni boshlaymiz. Boltani olaman, yana bosh kiyimni olaman, boshim saqotmasligi uchun va menimcha shularni o'zi yetsa kerak. Ha, do'stlar, bolta bilan borib hozir daraxt chopib kelaman, lekin kelinlar yana ehtimolga qarshi kirkani ham olib olaman. Balki yo'lda shaxta chiqib, bu yerdan ko'mir ham olarmiz va birinchi navbatda pechkani uyimga kirgizib qo'yishim kerak, chunki kunlar juda ham sovib ketyapti va borgan sari bilmadim qanchalik sovuq bo'lib ketishini. Qayerga qo'ysam ekan? Balki mana bu yerga. Yo'q, bu yerda kravatdan uzoq bo'lib ketdi. Yaxshisi mana bu yerga qo'yaman, shunda ham pastdan ham tepadan issiq bo'ladi. Yo'q, yaxshisi mana shu yerga qo'ygan bo'ldi. Ha, versakni esa shu joyga ustiga qo'yib qo'yaman. Ajoyib. Endi ketsam ham bo'ladi. Albatta telefonimni ham olib olaman, kerak bo'lib qolishi mumkin. Xo'sh, yaxshi. Yana nimani olsam ekan do'stlar? Chunki qishning sovug'ida yaxshilab tayyorlanish kerak. Bo'ldi, qulflab o'tirmayman. Shunchaki ketamiz. Baribir ham qishloqda unchalik ko'p odam yo'q. Mana bu jitel turibdi. Bu mening uyim. Yonda qo'shnimniki, ana o'sha jitel va bo'ldi, ketsak ham bo'ladi. Xo'sh, mana bu yerga faqat boshqa o'rmonga boramiz, chunki avvalgi safar o'rmonga borganimda mer meni urishgandi. Nimaga u yerdan daraxt chopyapsan deb. Bu yerda esa o'rmon ichkarisiga kirib, oq daraxtlarni chopamiz, aniqlarini. Lekin bu qishloqning yonida turgani uchun ichkariga kirishimiz kerak. Aks holda mer yana urishadi. Nega daraxt chopyapsan deb menga aytishcha, shaxtaga tushib ko'mir qidirishim kerak ekan. Lekin do'stlar, axir kim shaxtaga tushib ko'mir qidirib o'tiradi, daraxtni chopish imkoni bo'lganda. Xo'sh, ancha-muncha uzoqlashib qoldik. Shu yerdan chopsak ham bo'ladi. Maylani kelinlar birozgina kiramiz va bolani shu yerda chopamiz. Aniq jichlar bu yergacha yetib ketishmaydi. Chunki havo juda ham sovuq va bunaqangi sovuqda ko'p yurishni jichlar o'zlariga ep ko'rishmaydi. Ular juda ham erinchoq. Bundan tashqari mana shu qishki shamolni ovozi ham juda ham miyamga o'tirib qoldi. Hatto uy ichida ham eshitaman. Mayli, hozir hammasini chopib tashlaymiz. Faqat bir-birdan daraxtlarni ancha-muncha uzoqlikda chopishimiz kerak, bilinib qolmasligi uchun. Xo'sh. Qani yana buni qaranglar, mana bu yerda bo'lmagan ekanman. Bo'pti, mana buni hozir olamiz va menimcha shu yetsa kerak. 14, 15, 16, 17 va hozir pasakiz bilan 18 ta yetadi menimcha. Yoki yana birortasini chopib olsak bo'ladi. Qaytishimizda yo'q, menimcha shunchasi yetsa kerak bo'ldi. Qaytsak ham bo'ladi. Shunday stop. O'rmonning o'rtasida, yana bunchalik chuqur aniqroq o'rmon ichkarisida. Jichlar bu yerga aniq kelishmaydi, chunki ular birgalikda yashashni yoqtirishadi. Undan tashqari, bu yerda ferma. Stop, do'stlar. Stop, bilasizlarmi? Hech qachon jichlar fermani bunday tashlab ketishmaydi. Bu yerda aniq jichlar yashamaydi. Chunki jichlar juda ham yaxshi fermerlar va bunday qoldirishmagan bo'lardi. Xo'y, ichkarida kimdir bormi? Qiziq, do'stlar, qiziq. Hech qanaqangi o'sam ishlardi, lekin fermani bunday tashlab ketishmasliklari aniq, do'stlar. Hattoki qishda ham ko'rdingiz qanday turganini. Bu yerda esa hammasi sochilib, to'zib yotibdi. Mayli, hozir uyga kirishga harakat qilamiz. Kimdir bormi? Stop, do'stlar. Eshik menimcha ochiq. Ochiq ekan. Okey. Uynincha ancha-muncha issiq, lekin demak bu yerda kimdir yashashi aniq. Balki ko'chaga chiqqandir. Do'stlar, mana pechka yonib turibdi. Okey. Sandiqning ichi bo'm-bo'sh. Bu yerda buni qaranglar, bu nima bo'ldi? Issiqni. Pishiriq ekan, ajoyib. Mayli, faqat buni do'stlar, baribir ham bitta o'zi turgan ekan, pishiriq, shuning uchun olib ketaman. Xo'sh. Bu yerda hech narsa yo'q. O'zini tomga olib chiqar ekan, lekin teshiklar bor. Teshikdan esa sovuq kiradi, bu yomon. Xo'sh. Bu yerda uxlash xonasi, kim bu yerda yashasa ham, lekin ancha-muncha shinam joy ekan, menga yoqdi. Mayli, kim bo'lsa ham yashayversin. Undan menga mana shu pishiriq sovg'a.
Xo'sh, biror kun bu yerga kelganimda uy egasiga svejiy o'zimni tomorqamdan olingan ekin-tekinlarni olib kelaman. Kartoshka, sabzi, bu esa pishiriq menga. Do'stlar, bo'ldi, yaxshi. Xo'sh. Hozir qishloqqa qaytamiz, gulxan tayyorlaymiz va hammasi juda ham yaxshi jilsin. Okey. Bu kunchilik ham yomon tushmadim. Xo'sh, lekin do'stlar, rostdan ham qiziq, kim yashashi mumkin u yerda? Nima deb o'ylaysizlar? Kompyuterda yozib qoldirishingiz mumkin. Lekin qishda qishlog'imiz juda ham odamovi bo'lib qoladi, chunki umuman sovuqqa chiqishmaydi. Jitilar hammalar uylarda o'tirishadi. Bo'pti, hozir men ham hammasini qilib olsam, uyimda o'tirmayman. O'sha jilni yonidan o'tib kelmayapti, chunki qayerga borsam qarab o'tiribdi menga. Mayli, nima bo'lgan taqdirda ham ishimizni qanchalik tezroq bitirsak, shunchalik tez issiqqina uyimizda o'tiramiz. Xo'sh, birinchi menga nima kerak bo'ladi? Hozir ko'ramiz hammasini. Bu yerga ko'mir kerak ekan, daraxt ko'miri. Okey, mayli, hozir tayyorlab olamiz. Bizga doska kerak bo'ladi ozgina va bu yoqqa, bu esa bu yoqqa. Yaxshi. Hozir bu tayyor bo'lishini kutamiz. Bittasi tayyor bo'lsa ham yetadi. Ungacha esa yana bizga nima kerak bo'lishi mumkin? Bo'la qol. Ozgina va tayyor bo'ldi, do'stlar. Ajoyib. Endi esa bularni hammasini olamiz va mana bizga hozir tayoqlar kerak bo'lar ekan. Mana bizga tayoq ortiqchasi bilan va ajoyib bo'ldi. Bittasi tayyor bo'ldi. Lekin buni hozircha uyimning yoniga qo'yaman, chunki hammasiga yetmaydi va hozir kech tushishni boshlaydi. Shuning uchun ham hozircha bularni bu yerga qo'yib qo'yamanki, mana bunday bo'lib, hammasi tayyor bo'lganda ertaga yoki tayyor bo'lishga ulgursa, kechgacha hammasini joylab qo'yaman. Shu bilan bugungi kun o'z nihoyasiga yetadi va ertadan ishni boshlasam bo'ladi. Xo'sh, bularni hammasini o'z joyiga qo'yib qo'yaman. Yog'ish ham kerak emas menga. Telefonni bu yoqqa qo'yaman. Bu esa keyinroq oshqozonimga otlanadi. Yo'q, nima bo'ldi? Tushunursan. Telefon qilishyapti. Allo? Eshitaman. Allo? Yo'q, qaysidir oxir menga kechasi telefon qilib uxlashga qo'ymaydi. Okey, bu yerda raqam ham ko'rmayapti. Mayli, chiqqan ekanman, hozir toza havoda aylanaman biroz. Eshikni yopish kerak, sovuq kirishi mumkin. Uxlashga yordam beradi toza havo. Mayli do'stlar, chunki hayronman, kim mana odamlarga tunda telefon qilib uxlashga qo'ymasligi mumkin. Axir shu ham insofdanmi? Qishlog'imiz tunda juda ham bu nima bo'ldi? Tushunmadim. Stop, kimdir uyimning atrofini aylanib chiqami? Chunki qorda yurgan izlari va 1-2 marta yurib qo'ygan xolos emas. Menimcha juda ham ko'p aylanib yurgan qorni izi bunday bo'lmagan bo'lardi. Xo'sh, stop do'stlar. Eshikni qulflashim kerak, chunki menimcha uyimiz atrofida kimdir yurganga o'xshaydi. Mayli, hozir yopib qo'yaman, bo'ldi. Umid qilamanki, uyimizga hech kim kirmaydi. Soat necha bo'libdi? Soat 3. Yana qo'ng'iroq bo'lyapti. Allo? Kim bu? Nima kerak? Ondan oynaga bir qara. Okey. Xo'sh. Stop. Do'stlar, ko'ryapsizlarmi? U yerda nimadir bor. Nimadir yonib turibdi. Tushunmadim, bu ko'zlarmi? Hoy, kimsan? Hoy. Tushunursan. Qo'yib qo'ydi. Ammo o'zi hali ham turibdi, tushunmadim. Bu kim bo'lishi mumkin? Yo'q. Menimcha g'oyib bo'lish shekilli. Do'stlar, mayli. Qanaqadir odam menga qo'ng'iroq qilishni boshladi kechasi va yo'q, hali g'oyib bo'lmabdi o'sha yerda do'stlar. Mayli, uni ko'rganimni payqamasligi kerak, lekin menimcha payqab bo'ldi. Xo'sh, bo'pti. Xo'sh, nima qilamiz? Hozir buni kiyib olaman va yoniga chiqsammikin? Yo'q, do'stlar, yoniga chiqmayman, baribir ham shu yerda uyda o'tiraman, baribir ham hozir uxlay olmayman. Yaxshisi YouTube ko'rib o'tiraman. Yo'q, buncha sovuq. Uyning sovuqligini jinursin, telefon tushib ketibdi. Okey, do'stlar, uy biram sovuq. Aytgancha xayrli tong. Soat endi 6 bo'libdi. Kechagi odam ketibdi, xudoga shukr. Do'stlar, bilasizlarmi, nimadir ichimda aytayaptiki, o'sha o'rmonga borib hozir ko'rishimiz kerak u yerda nima borligini.
Yo-mayo, bu yana nima bo'ldi? Pichoq, demak kechasi kelibdi axir shu yerda uxlamay chiqqanim kechasi bilan. Menimcha ertalabga yaqin tashlagan bo'lsa kerak. Ha, do'stlar, pichoq. Yo-mayo, jin ursin qayerga olyapman bo'pti. Xo'sh, qonni birdan yo'q qilish kerak do'stlar bo'ldi. Yaxshi, pichoqni esa hozir lavaga tashlab yuboraman. Jitlar yo'qmi? Yo'q, jitlar yo'q. Yaxshi. Bo'pti, hozir buni lavaga tashlashga bo'ldi, ajoyib. Pichoqdan qutuldik. Mayli do'stlar. Endi esa bu yerdan ketishimiz kerak, tezroq. Xo'sh, mana shu tarafda bo'lishi aniq. Aynan shu yerda daraxtlarning yonida turganda. Okey, do'stlar, okey. Balki bu yerda qanaqadir yo'l bordir. Jin ursin. Yuragim yorilib ketadi dedi. Yaramas qushlar. Mayli, hozir qaytamiz bo'ldi. Jin ursin. Bilmadim nimalar bo'lyapti. Balki ana u uydadir gap do'stlar. Hozir ana o'sha uyga borganimdandir. Xo'sh do'stlar, hozir bilasizlar, buni olamiz va o'sha uyga hozirroq borishimiz kerak va ko'rib kelamiz nima bo'lganini. Menimcha gap o'sha uyda, chunki aynan o'sha yerga borgandan keyin shu ishlar sodir bo'la boshladi. Bo'pti, mayli, hozir otlanamiz. Xo'sh. Ana bu tarafga edi, bo'pti do'stlar. Jitlar ko'rsa ham deyishmasa kerak. Deyishsa ham ishim yo'q, chunki meni qanaqadir g'alati odam kuzatyapti do'stlar. Bu esa ancha jiddiy jitlarni gaplaridan ko'ra mayli, hozir hammasini tekshirib ko'ramiz. Sekin. Xo'sh, bu yerda shu yerda uy bor edi qayerdadir. Balki mana bu yerlarni eslayapman. Hozir mana shu yerdan burilsak bo'ldi do'stlar, topdik. Ajoyib. Hozir faqat tekshirib ko'rish kerak. Biror nima bormikin bu yerda? Avvalgi safardan beri o'zgaribdimi? Xo'sh, yaxshi. Yo'q, buni qo'ymayman, chunki qochishimizga osonroq bo'ladi. Agar biror nima bo'lib qolsa, mabodo. Mayli. Eshik ochiq hali ham. Okey, hattoki ana u eshik ham ochiq qoldirgandim. Mayli, buni sindirib olaman, chunki yopib qo'yishlari mumkin. Xo'sh, bu yer qulflangan. Hatto pechka ham yonib turibdi. Eshik ham ochiq turibdi. Sandiq ham bo'sh. Tushunarli do'stlar. Bu yer rostdan bo'sh, lekin xuddi odam yashayotgandek issiq, buni hamma yo'q. Mayli, hozir tepa qavatni ko'ramiz. Yaxshi do'stlar, bu yer hali ham o'z bo'sh. Okey. Xo'sh, bu yerda ham hech kim yo'q. Lekin menimcha bu uy bilan bog'liq emas. Mayli, hozir bularning hammasini qoldiramiz mana bu yerga, bu yoqqa. Bo'pti. Qaytamiz do'stlar. Menimcha bu uy bilan bog'liq emas. Bu yerda qanaqadir ovchi yashasa kerak yoki biror qari ritellik qishloq hayotidan uzoqlashib shu yerda yolg'izlikda yashamoqchi bo'lsa kerak, jin. Lekin bu uy bilan bog'liq emasligi aniq. Mayli do'stlar, hozir hammasini o'ylab ko'rishga harakat qilaman, lekin umuman xayolimga hech narsa kelmayapti. Qishloqning bir chekkasida bizda qurol do'koni bor. Odatda u yerda ovchilar narsa sotib olishadi, lekin bu safar biz sotib olamiz. Bo'ldi, mana o'sha do'kon. Assalomu alaykum. Va alaykum, keling, nima xizmat? Men shu xullas nima sotib olsam ekan? O, kalash bor ekan, drabovik va to'pponcha. Xo'sh, tepada yana dinamit ham bormi? Ha, baliq ovlashga. Okey. Menga juda ham katta qurol kerak emas, shuning uchun ham to'pponchani ola qolaman. Okey, yaxshi tanlov. Xo'sh, mendan qancha? $40. $40. Ha, solishtirishga boshqa do'kon ham yo'q hatto bizda. Ha, endi istasangiz shu, istamasangiz kerak emas. Sizni pulingizni olish niyatim ham yo'q. Bo'ldi, qizishmang, hozir pulingizni beraman. Mana $40. Xo'sh, bunga magazin qancha bo'ladi? Bunga $16. Mana. $16. Aha, olishingiz mumkin. O, ajoyib, katta rahmat. Kelib turing. Kelib turaman. Uyga kiramiz va kech bo'lishini kutamiz. Umid qilamanki, bu safar hech narsa sodir bo'lmaydi. Yo'q, nima bo'ldi? Telefon jiringlayaptimi? Stop, telefon jiringlagani yo'q. Yo'q, xabar kelibdi. Ol derazadan qara. Nima? Stop, ol deraza. Ya'ni bu yerda tushunursan, shu yerda yo'q. Rostdan qo'lda qilichi bor ekan. Jinursin, xo'sh, hozir o'qlab olaman do'stlar. Sekin, mayli, hozir mendan ko'radi. Bo'pti. Xo'sh, do'stlar,
Umid qilamanki, hammasi yaxshi o'tadi. Sizlar esa asosiysi like bosinglar, meni kuchim ko'payadi, mayli. Bo'pti do'stlar, xo'sh, ketik. Yaxshi. Xo'sh. Hoy. Nima? G'oyib bo'ldi. Yo'q, do'stlar, nimalar bo'lyapti? Umuman tushunib bo'lmaydi.